Tohir Yo'ldoshev, kampir, chol va boshqalar. Kech tushib, kun bo'yi atrofida o'ynay-o'ynay bir uyquga ketgan nabiralarini uyiga olib kirib ketayotgan kelinlari xayrli tun tilab eshikni yopganlaridan so'ng Mirsiddiq chol yana yolg'iz qoldi. Burchakdagi qutidakkina televizorga tikilgancha xayollari chuvalashdi. Bu televizor nima berardi? Nuqul sovchilik tashvishlari, mol dunyo talashuvlari qo'ydi chiqdi. Hech bir ko'rsatuv yoqmaydi-yu, vaqt o'tishiga termilib o'tiraveradi. Nima ham qilsin? Qimirlay desa quvvatdan qolgan. Guzarga chiqay desa ming'ir-ming'irlarga toqati yo'q. Hamma gap o'sha yerda. Kimning nimasi o'g'irlanibdi-yu, kimning o'g'li qancha topadi, harommi, halolmi, kimning xotini shallaqi-yu, qizi qanaqa. Bir tutam soqolini silkillatgancha behayo gaplarni valdiraydiganni-yu, katta boshi bilan nevarasi tengiga hazil-huzulni joyiga qo'yadigan, ulfatchilik qiladigani ham shu yerda. Kechagina bemorlariga kashandalikning qoni zarar ekanligini o'qtira bugun nafaqaga chiqib olib choyxonani tutunga to'ldiradigani ham shu yerda. Yakandozlar yer qattim bo'lib ketgan bularning uzzukun yumalayverishidan. Darvoqe, darvoza qarsillab ochildi shekilli, deraza oynalari zirillab ketdi. Mirsiddiq cholning xayoli bo'linib, bo'yin cho'zib yo'lakka tikildi. Kenja kelini har doimgidek shippagini sudragancha hovli sahnida paydo bo'ldi. Eri achchiq ustida bo'g'ilib to'ng'illadi. Sening qulog'ingga signalizatsiya o'rnatib qo'yaman endi. Uyqudan bosh ko'tarasanmi, yo'qmi? Enang uxlab tuqqan seni o'zi. Kelinam jim bo'lmadi. Ayni paytda ro'zg'orda kerak bo'lib qoladigan yolg'onni ishlatdi. Ana o'tirranchangizni uxlatayotgandim, eshitmay qolibman. Keyin onamga osilmang, gapingiz bo'lsa to'ppa-to'g'ri o'zimga aytavering. O'zingiz yarim kechagacha yurmay bir vaqtda kelsangiz ekan, kutib o'tirsam. O'g'li bir nimalar dedi shekilli, kelinining jag'i o'chdi. Mirsiddiq cholning kayfiyati buzildi. Televizorni o'chirish uchun endi qo'zg'algan ham ediki, eshik ochilib o'g'li qovoq uygancha kirib keldi. Yaxshi o'tiribsizmi, dada? Mirsiddiq chol qaytib o'rniga cho'kdi. Beliga simillab og'riq kirgandan yuzi bujmayib ketdi. Ihrab yubormaslik uchun tishini tishiga bosdi. Dedi dimog'ida un berib, so'ng shivirladi. Keldingmi? Ha, dedi o'g'li, uning so'rovidagi og'riqli ohangga ham parvo qilmay. Kun bo'yi itdek selkilladim. Zang'arlar biz oladigan mevalarni tong bo'zarmay urib ketishibdi. O'zimning shogirdlarim shunaqa qilib turganda boshqalarga yo'l bo'lsin, dada. Ota og'ir xo'mraydi. O'zing to'g'ri tanlovmiding ish qilib, shogird ekan deb har kimni ham olavermaydi odam. Tag-tugi, tarbiyasi, xulq-atvori bor. O'g'il xotinining dasturxon yozishiga bepisand qarab o'tirarkan qo'l siltadi. Unaqa mahalda hammasi ham sipo tutadi-da o'zini, dada. Qo'ying. Dilim o'zi xufton bo'lib turibdi. Kavlashtirmang. Qo'rillatib mastava icharkan, dasturxon suzib televizorga qaradi. Qayoqdagi bir nimalarni ko'rib o'tirasiz-da, dada. Shundan ko'ra radio yaxshi emasmi? Qay biri bo'lsa ham ko'ngilga yaqin bir nima yo'qda bolam. Kitob o'qiy desam ko'z o'tmasa, mayli shunsiga ham shukr. Biroq hammasidan ham akang ikkovingning bir chimdimgina yaxshi suhbating kifoya o'g'lim. Ha demay o'yam kelib qolsa kerak. O'g'il bo'shagan chinnini bir chetga qo'ygancha xotiniga xo'mraydi. Choyni ham so'rab olaman shekilli sendan. Xotini ham achchiq imo qildi. Oldingizdagi piyolada nima bo'lmasa? Er xotinning bir-biriga muomalasi har doimgidek Mirsiddiq cholning diqqatini oshirdi. Boshiga zirq-zirq og'riq kirdi, indamadi. Shuncha gapirib nima topdi? Senga aytib qo'yay, har nimaga o'chakishaverma. Bu hayot shunaqangi past-baland. Tilingga, dilingga ehtiyot bo'lsang bas. Halolini tila. Ammo shu ishingdan ko'ra kirakashliging ma'qulmidi deyman-da. Yo'lovchilarning qo'liga qarab o'tirishim qoluvdi endi. Yo'q, shu ishim durust. O'zing bilasan, o'g'lim. Qayerda bo'lsang ham, qanaqa ish qilsang ham tinch bo'lsang, omon bo'lsang, shunisi kifoya. Mayli, yaxshi dam oling. Erining ketidan dasturxonni yig'ishtirgan kelini qayta xayrli tun tilab eshikni yopdi. Mirsiddiq cholning uyqusi kelmadi. Doim shu. Kunduzi mizg'ishdan cho'chiydi. Biroz ko'zi uyquga ilinsa tamom, tonggacha mijja qoqolmaydi. Qayoqdagi sovuq xira xayollar o'rmalab kelib qiynayveradi. Go'yo ertangi tongi yo'qdek tuyulaveradi. Xayoliga ish qilib, aytadiganlarimni aytib qo'yganmidim, bolalarimga degan o'y kelaveradi. Nimayam derdi? Mendan keyin tinch totuv, ahil inoq bo'linglar, xotirlab turinglar bizni deydimi? Opa singillaringga oqibatli bo'linglar deydimi?
Axir bunga ishora qilaverib quloqlarini pishirib yubormaganmi? Xayolini chalg'itish uchun qo'liga endigina tasbih olgan ham ediki, darvoza qars-qurs urilgandan deraza ko'zlari zirillab titradi. To o'zi turib darvozani ochmaguncha katta kelini chiqavermaydi. Uyqusi qattiqmi, qulog'i og'irroqmi, beparvomi bilib bo'lmaydi sira. Ammo darvozani kelinining o'zi ochishi ham bir baloni boshlab keladi. Ochmasligi ham. Ochsa o'g'li keliniga o'shqirib qattiq tegadi. Ochmasa darvoza ochilishini uzoq kutib battar tutaqadi. Ana shu og'ir karvon kelinining derazasi tagiga borib ovoz berishga cholning hayfi kelib ketadi. Norozi to'ng'illashidan to'ygan kelinining dakka eshitgan kelin o'ziga zimdan boqib o'qraymasa ekan. O'qrayadi-da, tanali boqib. Ich-ichi zirillab ketadi cholning. Ha, tarbiyangdan sening, degan o'y kechadi ko'nglidan. Kampiri mashinaning mo'kkisi bo'laverib ham xunuk ko'ringan joylari ko'p bo'lgan. Yo'q, bo'lmadi. O'rnidan qo'llarini polga qattiq tiragancha og'ir qo'zg'aldi. Avval devorga kaft bosib tutdi. So'ng oyoqlarini yaqinlashtirib olib tikka bo'ldi. Bela. Jon ham ayni keksayganda qiynalarkanda bir amallab hovliga tushdi. To darvozagacha bormay dang'ir-dung'irdan quloqlari tom bitdi. Asablari bo'shashib ketdi. Tomog'ini allanima g'ippa bo'g'ib oldi. Nafasi qaytdi. Tunukaning ovozi jon-jondan o'tib ketgandan arang xirlab "Hov" deya oldi xolos. Atay qo'liga obdasta tutib oldi. Bu endi bir bahonada. Darvozani uzoq timirskilab, axiri bir amallab ochdi. Bir ahvolda toliqib ketgan katta o'g'li xo'mraygancha g'oldiradi. Alvasti keliningiz yana tosh qotib yotibdimi? Nega sizni o'rintiradi? O'rintirgani yo'q o'g'lim, tahorat olishga tutinib turuvdim. O'zim ochib qo'ya qolay dedim-da. Kelin hech qancha bo'lgani yo'q bolalarni uxlatish uchun olib kirib ketganiga. Kun bo'yi charchadi-da, non yopdi, uy tozaladi, kir chaydi. Choy poychasanmi? O'g'li g'alati qarash qildi. O'zingiz damlab bermoqchimisiz? Chol o'ziga o'xshamayroq jilmaydi. Shu topda ko'z o'ngida shunaqa jilmayib turguvchi kampiri kelib ketdi. Og'ir xursindi. Damlash ham ish bo'ptimi? Birgalashib ichamiz-da. O'g'li og'ir o'shshaydi. Kun bo'yi choy damlab bermadimi keliningiz? Mirsiddiq chol hushyor tortdi. Kelinlar doim xizmatda, tashvish qilma. Men faqat birga choy ichaylik deyapman xolos o'g'lim. O'g'il qo'l siltadi. 1-2 soatdan keyin tong otadi dada. O'zi yag'iri chiqib ketdi, charchadim. Choy tugul mana bunaqangi qaqqayib turish ham zil kelib turibdi. Mayli, yaxshi dam oling. Katta o'g'lining uyidan bir zum shang'ir-shong'ir tovushlar chalinib turdi-yu, chiroq o'chishi bilan ovozi o'chdi. Mirsiddiq chol qo'lidagi suvsiz obdastani bir chetga qo'ydi-da, paypoqsiz ilib chiqqan kavushini yechib ichkariga kirdi. Chog'roqqina xona ko'ziga yana ham tordek tuyulib ketdi. Boya o'g'liga ming'irlab gapirganida bu so'zlar o'zining og'zidan chiqqani bilan o'ziniki emasligidan, biroz no'xshashroq tuyulganidan o'zi ham o'g'li ham g'alati holga tushib qolgani xayolini chirmadi. Nega unday bo'ldi o'zi? O'ylab ko'rsa bu kampirining gaplari ekan. O'g'illarining ko'nglini yumshatish uchun atay topgan gaplari ekan. Endi kampiriga o'xshab o'zi ko'ngil ovlashga tushib qoldimi? Ertayu kech nabiralariga bosh bo'lib, kampirining yo'qligini bildirgisi kelmay qoldimi? Kampirining ruhini shu bilan shod qilishni xohlab qoldimi? Vo darix. Mirsiddiq chol yalang oyoqlarini bir-bir bosgancha o'rniga borib o'tirdi va xayolga toldi.